Agarda hozir meni oldimga kimdir kelib, atiga $385 evaziga O'zbekiston havo yo'llari orqali uchib, Vyetnamdan mana shunaqangi mehmonxonada joylashasan desa, menimcha o'zim ishonmagan bo'lardim, lekin men hozir buni o'zim guvohi bo'lib turibman. Sizlar ham buni ko'ringlar, qaranglar. The Summer Hotel mehmonxonasi, mana shu gostinitsa qaranglar. Tomida o'zini basseynlarigacha bor ekan. Mehmonxona shaxsan o'zimga meni yoqdi. Lokatsiyalari ham yomon emas, yaxshi joylashgan. Dengizga endi prям birinchi liniya bahsi, lekin bir примерно 300 metrlar atrofi. Qaranglar, Bookingda o'zi atsenkasi 8 dan oshiq mehmonxonalar yaxshi hisoblanadi. O'zingizlar ham mana shu gostinitsani yozib Google'da ko'rib olishingiz mumkin Bookingdan. Odzivlarni ham bitta-bitta o'qib chiqsanglar bo'ladi. Bitta живой odzivlar. Mana shu mehmonxona. Buni atsenkasi 8.9. Mehmonxona shaxsan o'zimga yoqdi, yaxshi mehmonxona ekan, sizlarga ham tavsiya beraman.